bittagina usul bilan avtomat korobka qilib beramiz Matizda. Ko'pchilik Matiz mashinalarida eng ko'p uchraydigan muammolardan bittasi bu albatta sepleni. Akamizda ham seplen pedallari uzilib ketgan. Buni mana ko'rishlar mumkin. Svarka qildirishgan, lekin ko'p yurmasdan uzilib ketgan. Buning sababi pedalda svarka qilingandan keyin pedalda metall yupqaligini hisobiga svarka bo'lgan joydan yana uzilib ketaveradi. Sizni ham avtomobilingizda shunaqa muammo bo'lmasligi uchun men sizga foydali ma'lumot berib o'taman. Undan oldin siz profilga obuna bo'ling, bitta like bosib, videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoni sahnaga olib qo'ying. Buni oddiy usul bilan to'g'irlashda umuman iloji yo'q. Shuning uchun bitta seli pedal olasizlar. Mana o'zlaring ko'rishlar mumkin. Pedal butun, svarka qilinmagan. Shu pedalni yog'lab, o'qini ishtogini, keyin pedalni joyiga qo'ysalaring, yana uzoq vaqt xizmat qiladi. Kim avtomobilida shunaqa muammo bo'lsa, bemalol avtoservis profiliga obuna bo'lib, bizga aloqaga chiqishlari mumkin. Bizning manzil Qo'qon shahar, Charxida.